Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining ashaddiy obunachilari akalar. Bugun 8 bosh hisori elitni qo'zilarni olib kelib qo'ydim. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz. Mana qo'zilarning ham zo'rlari bor akalar. Simjun, Kashtan qo'zi qo'chqorlar akalar. Hammasi qo'chqor. Yosh oilalari 4 oylik plus minus. Manolari 4 oydan 10 kun o'tgan bo'lsa, manolari 4 oyga 10 kun kam. 4 oy plus minus deyorasizlar akalar. Hammasi jigarrang svetda. Unaqa qora quralari yo'q. Hammasi elitni. Mana stekon tuyoq deydi mollarda. Qo'ylarning ham stekon tuyoqlari. Akalar, otangga rahmat deb like bosib qo'yinglar. Havas qilganlar. Gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Bugun 14-aprel hafta kuniga seshanba bo'lyapti. O'zimizning xonadondan Andijon viloyati Shahrixon tumanidan. Endi qo'zlar ko'rsatay. Mana hammaga narx-navosi qo'zlar qiziqda mana. Dumbalarni qaranglar, birorta prostovoy yo'q. 8 boshni bir joyga oldim deydiganiga akalar 4 milliondan xayri bor, dastlabkasi vodiy bo'ylab. Akalar, telefon qilaverasizlar. Endi qo'yni tushunmayman deydiganlar boshqa kanallarga o'tib, qo'ylar narxini bilib telefon qilaverasizlar akalar. Hammani ishlariga omad, cho'ntagiga daromad tilaymiz. Endi parodasi bor. Shuning uchun 1-200 ming qimmatdan bo'lishi mumkin. Hashaki qo'zlardan akalar. Qo'yish qozlari o'zi biladi. Bitta ko'rib bildi. Rahmat hammanglarga, Alloh rozi bo'lsin akalar.